Bismillahirrahmanirrahim. Qur'on tilovat qilishning boshqa zikrlardan afzalligi to'g'risida. Badr g'azotida qatnashgan Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhu sahih rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kishilarga Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydiganlar imom bo'lsin. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilib mundaq degan: Yosh bo'lsin yoki yashangan bo'lsin, qorilar Xalifa Umar radhiyallohu anhuning so'rinida suhbatdoshlari va maslahatchilari edi. Buni Imom Buxoriy sahihida rivoyat qilgan. Keyingi bobda bu mazmundagi hadislar keladi. Bilginki, ko'plagan nupozliq olimlar to'g'ri deb tanlagan qarash shuki, Qur'on tilovat qilish, tasbih, subhanalloh deyish, tahlil, la ilaha illalloh deyish qatorliq zikrlardan afzaldir. Buning dalillari nihoyat ko'p. Imom Navaviy mundaq deydi: Qur'on o'qish zikr tasbihdan afzal, lekin zikr tasbihlarni oyat va hadislarda belgilangan vaqt va o'rinlarda aytish afzal. Bu sababdan ruku bilan sajdada zikr tasbih aytish buyurilib, Qur'on o'qish cheklangan.